Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Malibuimiz Qirg'izistondan o'tishgan akalarimiz. Bo'yabgan muammosi nima? Bo'yabgan muammosi. Hop, ashkalar berib qo'yganmizda 0073 bu ko'chani temperaturasi, 0111 bu рабочий характеристика системы подачи воздуха deyapti. Bu Moskva расход bo'lishi mumkin yoki zaslonka bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda ko'proq yonib qoladigan ashkalarimiz. Plus shu ashkalar bilan hozir qabul qilib olganmiz. Bulardan tashqari yana bir ikkita ashkalarimiz bor edi. Biz просто hozir o'chirib turib sinayotgan joyimiz edi. Xudo xolasa shu mashinani muammosini hal qilish yo'lida hozir ishlab boryapmiz. Akamiz ishlanib tashlab ketganlar Qirg'izistondan o'tishga. Birinchi qilayotgan ishimiz emas, zaslongani yechamiz va ikkinchi ishimiz nima bo'ladi? Ikkinchi ishimiz mana oldini ko'rishingiz mumkin. Oblisovkamiz ozgina DTP bo'lgan ekan. Shunda oldinlari chochilgan joyi bor ekan. Xudo xolasa hozir shuni yechib, hozir dachilarni topib, xudo xolasa dachini o'rniga qo'yamiz, plus zaslongani chizga qilamiz, и plus polniy programmalari, и plus svechalari hamma tomonlarini bir chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Sababi bu mashinada hozir engine power yonib qolyapti, bizda chek yonib qolyapti, mashinamiz tortmay qolyapti. Shuning hisobiga hozir polni hozir bitta diagnoz qilib turib, plus ashi o'zimiz javoblarimizni aytamiz akaga. Shuning hisobida hamma yo'g'ini yig'ib chiroyli qilib beramiz akamizga. Ishonch uchun rahmat. Bizga tashlab ketdilar mana. 2 kun xotirjam sinab, 2 kun vaqtingiz bor ekan, bemalol. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi deydilar. Mana akamiz mehmon ekan, tashlab etib ketdilar Qirg'izistondan. Chunki bizga Namangan Uchqo'rg'on tumanida ancha yaqin bo'ladi chegaraga. Shunga xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga murojaat qilasiz. Nasib ishlarni sifatli qilib bitirib beramiz akalar. Hop, akalar hozir mana bu ikkimiz ham yechib olganmiz hozir svechalarni. Svechalarda muammosi bor ekan mashinamizda. Yurganimizda biriga propiska berib qo'yapti. Endi birimizga propiska bergan bekorga emas. Hozir mana svechamizni ko'rsatamiz. Yoniga proboy olib qo'ygan, mana urib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin, mana proboy sled. Bu ikkida ham, uchta ham bor edi. Nechta ko'rinmas bor ularda ham. Ko'proq birimizda повреждение bo'lganda hisobiga qolganlarni ham shuni hisobiga tortyapti. Svechalarimiz juda tugagan, kuyib bo'lgan o'sha. Xudo xolasa buni ham hozir zamin qilib yaxshi svechalardan nasib qo'yib beramiz, imkonlarimizni garantiyali qilib. Xo'p, endi mushtugimiz yegan bunda. Birdagimizni mushtigi yonidan urgan hisobiga, birdagi mushtugimiz shu ichida sledlari bor, mana uryapganlar. Ichida bor ekan o'shaning uchun hozir akamizga imkonlarimizni o'zimizdan qo'yamiz, svechalarni chiroyli qilib yurib sinab olamiz. Agar shunday ham bo'ladigan bo'lsa, lekin shu bilan yo'qolib ketadi svecha bilan, bu muammolar bartaraf bo'ladi. Plus ejektorlarni ham agar ko'rib qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham bitta qarab qo'yish ehtimoli bor. Lekin hozircha shu svecha bilan to'xtatib turamiz. Xudo xolasa qo'yib turib sinab olamiz. Hop. Mana bunimizda ham mana birdagi holati. Mana ichidagi proboylari yoniga berib bo'lgan. Yon tomoniga berib bo'pti уже. Shuning uchun imkon darajasida mana shunaqa mashinalar siltalish bo'lsa, engine power yonib qolsa, chek margat qiladigan bo'lsa, akalar shoshilmaydi, qattiq bosmaydi, imkon darajasida ustaxonaga yetib olguncha o'zini xuddi yetib kelsa ham, xudo xolasa mana shunaqa birinchi yordamni ko'rsatamiz. Bundan keyin bosib maza qilishni aylasizlar akalar. Xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar akalar. Hop, akalar mana уже Malibuimizni ham hozir ishini hal qildik. Xudo xolasa cheklarimiz o'chdi, mashinamizni zavat qilib olganmiz. Xudo xolasa bo'ldi mana. Endi monitordagina bunga e'tibor bermaysizlar. Datchini o'rniga boshqa 1 kilometr qarshilik qo'yib qo'yganmiz sinash uchun. Bizda bo'lgan ish zaslonka tozalandi, обучениесі berildi, plus broslari, programma chaslari ko'rib qo'yildi, plus bamferdagi datchigimizni hozircha vaqtinchaga sinash uchun hozir qo'yib qo'yganmiz datchigimizni. Xudo xolasa mana hozir yurib turishlari, gaz bosganda ham ko'tarishlari zo'r. Hozircha ashkalarimiz hech qanaqa yo'q. Endi bitta yurib sinashimizda qoldi. Xudo xolasa akamizga bundan topshiraveramiz nasib. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, Malibularda, umuman olganda Chevrolet markasida Qirg'izistondagi mehmonlarni akalarni agar kimda shunaqa muammolari bo'lsa, Uchqo'rg'onda o'zimiz ustaxonamiz bor, bexijolat murojaat qilaverasizlar akalar xizmatlar bo'yicha. Xudo xolasa mana akamiz ham ishi bitdi уже. Ketdi mana mehmonimiz, xudo xolasa.